Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan endi keyingi darsimizda davom etamiz. O'tgan darsimizda hamma narsa tushunarli bo'ldimi? Xo'p, unday bo'lsa, bugungi o'tadigan narsamiz egalik qo'shimcha hisoblanadi. Bu egalik qo'shimchamiz in hamda nin degan shakllar bilan ifodalanadi. Bu nima qilib beradi gapimizda? Egani ega ekanligiga urg'u berib, gapimizda egasini ajratib berish vazifasini bajaradi. Buning koreys tilida tarjimasi yo'q. Faqatgina gapimizni egasi, ya'ni shaxslariga qo'shilib turib, o'sha shaxslari yoki bo'lmasa egasini urg'u berishni ifoda etib keladi. Xo'p, demak, bu unli hamda undoshiga qarab qo'shiladigan shakli. Buni eslab qolamiz. Xo'p. Cho degani men anavi degan tushunchani beradi. Kelinglar shuni tushunib ko'ramiz men degan shakli bilan. Chonin kamnida. O'tgan dars esimizda bo'lsa, kamnida degan narsani tushundik. Ya'ni kada fe'liga p nida shaklini qo'shgan edik. Endi chonin kamnida. Men borayapman degan so'zimiz bu joyda gapimiz yasaldi. E'tibor qilayotgan bo'lsalaringiz, nin degan narsa hech qanday tarjimada qo'shimcha bir so'z yoki bo'lmasam qo'shimcha bir ma'noni berib kelayotgani yo'q. Faqatgina cho, kim, men ketayapman degan narsaga urg'u berishni ifoda etyapti xolos. Xo'p, undan keyingisi sonseynim degani bizda ustoz degani, ya'ni o'qituvchi. Endi sonseynimin kamnida. Ustozim ketayapti. Ya'ni bu joyda kim ketayapti? Ya'ni iminni qilib turib alohida qilib oladigan bo'lsa, kim ketayapti? Ustozim ketayapti. Mana shu joyda bizda in, ya'ni men bittasini undi bilan tugaganiga ninni qo'shdik. Mana sonseynimda oxiri m bilan undosh bilan tugatgani uchun in shaklini qo'shdik va mana bunday namunalarni ko'rib chiqqan bo'ldik sizlar bilan. Xo'p, bu grammatikamiz u darajada qiyin emas. Gapga, demak, egalik qo'shimchalari bu otlarga qo'shiladi. Hammamiz bilamiz. Egalik qo'shimchalari otlarga qo'shilib, gapni egasini ajratib berish vazifasini bajarar ekan va mana bu shaklda biz yozar ekanmiz. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, keyingi grammatikamizga ketdik. Undan keyingi grammatikamiz bu bizda kelishkilarga to'g'ri keladigan narsa. Bu ham shu otlarga qo'shiladi. Tarjimasi ning degan tarjimani beradi. Endi bu gapda qanday qo'llaniladi desak, aboji degan narsani o'tadiga nima edi bu? To'g'ri, o'sha ota degani edi. Otamning uyi. Ya'ni abojiye chip ibnida. O'tgan safar biz chek degan narsani ko'rdik. Ya'ni nima edi? Kitob. Chek imnida. Endi biz bu safar chip deb yozdik, uy. Ya'ni gapimizni yakunlab beryapti. Abojiye, dadamning yoki otamning uyi. Mana bu shaklda tarjimasi kelar ekan. Bu grammatikamiz ham tushunarli bo'lsa, u darajada qiyin emas, oson. Shunchaki ning degan tarjimani beradi, bo'ldi. Unli undoshiga qarab qo'shilmaydi. Shunday yonida otni orqasidan qo'shib ketaveramiz. Ning degan qo'shimcha kerak bo'lsa bizga. Hop, yaxshi, keyingisi. Keyingi grammatikamiz ham otlarga qo'shiladi. Bu ham kelishik. Bizning ona tilimizda kelishikka to'g'ri keladi. Unli undoshiga qarab qo'shiladi. Ril yoki il degan shakllar bilan. Endi bu nima tarjimani berar ekan? Ni degan tarjimani berar ekan bizning ona tilimizda. Xo'p, endi ko'rib chiqamiz. Chingu degan so'z. Chingu degan so'zimiz do'st degani. Endi chinguril, mana chinguril mannamnida. Mannada degani uchrashmoq. Ya'ni do'stimni uchratyapman, ya'ni ko'rishyapman degan tarjima kelib chiqadi. Yoki bo'lmasam, boya biz sonseynim dedik-a, sonseynimil, misol sonseynim. Endi bu joyda oxiri m bo'lgani uchun il shaklini qo'shamiz. Sonseynimil mannamnida. Mana bu shaklda, mana bu joyda bizda qo'shilyaptiki, il shakli qo'shilib keldi. Xo'p, bu ham qiyin emas, u darajada. Ni degan tarjima bizda qayerda kerak bo'lsa, faqat esda qolsin, bu otlarga qo'shiladi. Buni biz ba'zi bir o'quvchilar bo'ladi, sifatga yoki fe'lga qo'shib qo'yish holatlari bo'ladi, o'zi tushunmay. Bu qanday hollarda kuzatiladi desa, o'zimizning ona tilimizda ham u darajada yaxshi tushunmay aytadi-yu, koridorda o'qigan ekan deydi. Shunga o'xshagan bolalarda ko'proq kuzatiladi. Shuning uchun iltimos qilardimki, bu otlarga qo'shiladi, sifat bilan fe'llarga qo'shib qo'ymanglar va ni degan tarjimani olib keladi. Xo'p. Endi sizlarga uyga vazifamiz
qo'shimcha grammatik jihatdan sizlarga uyga vazifa bermayman. Faqatgina so'zlar. Kelinglar, kerakli bo'lgan so'zlarni o'rganamiz. Annyon haseyo. O'qishni hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Annyon haseyo, assalomu alaykum degan so'z. Bunday hayotda juda ham ko'p kerak bo'ladi. Kim bilandir ko'rishganimizda salom berishimiz kerak. Undan keyin do'stlar bilan ko'rishganda esa annyon. Annyon, ya'ni salom, ya'ni bay degan tushunchalarga yuzaga keladi yoki hay. Xo'p, undan keyin annyon-hi keseyo. Annyon-hi keseyo bizda yaxshi qoling degani. Bu hurmat shaklida. Undan keyin annyon-hi haseyo, yaxshi boring degan tarzdagi so'zlar edi. Xo'p, buni xotirasiga muhrlab qolamiz telefonimizni va yodlaymiz. Yanagi dars xudo xolasa sizlar bilan yangi grammatikalarda o'tishda ko'rishamiz.